Mana bu Niccolo Machiavellining Hukmdor asari va men bu kitobni o'qiga turib, ochiqni aytsam shokka tushdim. Nimagaki muallif aytibdi, agar sen qirol, podshoh, ya'ni hozirgi tilda aytsak prezident bo'lib qolsang, deyapti. Senga xalq qarshi chiqmasligi uchun nima qilishing kerak bilasanmi, deyapti. Agar sen armiya olsang, ya'ni armiyaga investitsiya kiritsang, askarlar, ya'ni xalq qarshi chiqsa, askarlar orqali bostiraman deb aytsang agar, yo'q deyapti, bo'lmaydi. Uni yeb ichari bor, kiyimi bor, qurol aslahasi bor, to'g'rimi? Ha. U qancha yilda senga qancha daromad minusga qarab ketaveradi, deyapti. Buni bitta yaxshi tomoni bor, deyapti. Nima qilasan? Koloniya, turma. Koloniyalarni ochib tashlaysan deydi. O'sha 4 ta koloniyaga qaraydigan askarlarni, ya'ni militsiyalarni tarbiyalab chiqarasan, bo'ldi, deyapti. Kim quloqni qimirlatmi, prosta olasan tiqasan, deyapti. Quloqni qimirlatmi, olasan tiqasan. Nimaiki bitta tiri hammani tiri qiladi deb aytayapti. Qimirlatmi, olasan tiqasan. Qimirlatmi, olasan tiqasan. Va bu keltirgan narsani ko'rib, men o'chig'i shokka tushdim va bu kitobni qanday tarjima qilishdi o'zbek tilida. Qanday ruxsat berildi bu kitobni o'zbek tilida tarjima qildirish. Men bunisiga ham maza qildim. Bilmadim Niccolo Machiavelli qanday odam, lekin mana bu ko'rsatayotgan narsalari aslida inson huquqlariga juda zid. So'z erkinligini bu bitada totib olish degani. Bu bitada va keltirilgan narsani qarang. Armiya qilib o'tirma, deyapti. Koloniyani o'ch, turmani o'ch, qimirlatimi, kirit. Qimirlatimi, kirit hammasini yo'q qilib tashladi, deyapti. Va bu keltirgan narsadan ham ajablandim, ham kuldim. Bu hozirgi huquqlarga umuman to'g'ri kelmaydigan, hozirgi dunyo prinsiplari deymizmi? Aqsh turibdi yo'qda, sal nima qilsanglar o'zi qarab o'tiribdi. Chiqib keladi. Shuning uchun hozirgi dunyo siyosatiga to'g'ri kelmaydigan narsa, lekin u so'z erkinligi tortib olish hozir bo'lmaydi bu narsa. Diktatorlarni ag'darishadi bu. Hozirga to'g'ri kelmaydi. Lekin o'qish kerak. O'qishga maslahat beraman. Nimaki prezident bo'lsangiz agar nima qilish kerak, u bo'lsa nima qilish kerak, davlatni qanday boshqarish haqida juda yaxshi fikrlari bor. Tan olish kerak Niccolo Machiavellining.